Bemalol mana shu yerga lichena qilishga keling. Xudoga shukr, ikkita oyog'im ham ikkita lichenada sezdim, juda yaxshi. Ya'ni qarang, sizda 3 stepen artroz bilan tizza og'rig'i bilan kelgansiz, to'g'rimi? Bugun adashmasam 3-kun edi. 3-kun endi boshlandi. Demak, siz boshlayapmiz. 2 kun lichena qildim. 2 kun lichena oldingiz. 2 kun ichida qanaqa o'zgarish bo'ldi? Qanaqa holatingiz, xola? Ikkita lichenadan keyin ancha yaxshi, o'zimni yengil sezyapman. Og'riq bitta ikkinchi oyog'imda daji yo'qoldi. Bittagina nuqtada qoldi. Necha yildan beri og'riyotganligini aytib o'tdingiz-da? 2015-yilda og'riq boshlangan. Xudoga shukr, hozir ancha o'zgarishlar bor. Yaxshi bunda ham. Lekin yengil o'zimni his qilyapman. Ikkita lichenadan keyin. Ikkita lichenaning o'zida mana bu tizzalaringiz ham qotib qoluvdi-da. 3-stepen artroz, ya'ni bu ma'lumot uchun suyak yemirilishi. Ya'ni tazda, oyog'iga nagruzka tushadigan bo'lsa, ayniqsa yosh kattalarimizda ko'proq kuzatiladi bu narsa. Ya'ni ikkita mushak ishlamasligi, ya'ni son, bedro mishsasi bilan, mana bu yoqdagi mushak bilan bu yoqdagi mushak ishlamasligi ikkita suyakka nagruzka tushadi-da, buni yemirishni boshlaydi. Oddiy odam o'ylaydiki, men buning uchun nima, qanaqadir dori olishim kerak ekanmi yoki tizzamga ukol qildirishim kerak ekanmi? Siz tizzangizga ukol qildirmaganmisiz? Yo'q. Qarang, tizzamga ukol qildirishim kerak ekanmi deb o'ylaydi bir xil odamlar. Tizzaga ukol qildirishdan foyda yo'q deb biz nimaga baralla ayta olamiz? Chunki bu yerga jidkis qilgandan keyin ma'lum bir vaqt yaxshi yurasiz. Eng yomon tarafi nimada? Agar ukol qildirgandan keyin mashq qilmas ekansiz, bu tizza yana qotishni boshlaydi. Siz endi ma'lumotingiz yo'q bo'lganligi uchun men sizga ma'lumot berib ketaman, chunki sizga o'xshagan ukol qildirgan odamlar juda ko'p. Og'ruvlarni qanaqa ta'riflab bera olasiz? Ya'ni birinchi kun kelganingizda men daji bukilmayapti deyman. Yo'q, bukilmas edi, oyog'im bukilmay qoldi. Daji ko'tarmay qoldi. Ikkinchi oldin bu oyog'im bo'lgani uchun bunga ham nagruzka bo'lib, bu oyog'im ham shu holatga tushgandan keyin yurishga ham zo'rg'a keldim-da, yura olmadim. Sizdagi problemasi bor odamlar, sizdagi oyog'i og'riydigan odamlarga nima deya olgan bo'lardingiz? Bemalol mana shu yerga lichena qilishga keling. Men ham Instagramda ko'rib, niyat qildim. Alloh meni niyatimga yetkazdi, shu yergacha yetib keldim. Xudoga shukr, ikkita oyog'im ham ikkita lichenada sezdim, juda yaxshi. Ya'ni 2 kunda o'zi men bugun 3-kun bor. O'zichi bu bolani men shanba kuni chaqirsam bo'lar ekan. Sizda 4 kun, 5 kun bo'lgan bo'lardi. Juda yaxshi o'zingizni his qilayotgan bo'lardingiz, bundan da yaxshi. Endi nima deydi, sog'lig'ingizga e'tibor berib, har doim nima deydi, o'zingizni sog'lig'ingizga e'tibor berib, o'zingiz haqingizda qayg'urib, vaqtida muolaja, vaqtida mashq qiling. Mohiyati shu. Ortiqcha ukol, dorilar, boshqa narsalar shart emas. O'zingizni ehtiyot qiling, opa. Hozir yana muolajalarni davom ettirib, qolgan odamlarga ham foyda berishga, og'riqlarni qoldirishga harakat qilamiz. Rahmat, kattadan katta rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. O'zi bularni nima deydi? Shanba kuni olsa bo'lar ekanda, yanada zo'r anaqa qilgan bo'lib qolardilar, xudo xolasa. Xudo xolasa, shanba kuni olsa Xola, shanba kuni. aytganimizdan qiling, mahkam bo'ling, xudo xolasa yaxshi bo'lasiz. Rahmat, salomat bo'ling. Yaxshi, salomat bo'ling.